Assalomu alaykum asalarichi do'stlar. Hozir men sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Bugun mana 21 bugun. 21-may 2026-yil. Sherigimiz, og'aynimiz Muhiddinlikka kelib arilarni ko'zdan kechirish jarayonida nimani ko'rganimizni qaranglar mana. O'zi egasi bu. Mana shu bitta ramka bitta qo'lingizda ko'tara olmaysiz. 10 kilo chiqadi. Kami. Yana bilmadim. Vasalli qaranglar. Endi bu xuddi mana shu ramkadan ushlab turgin, bu yoniga qo'ygin. Hozir yonidagilarni ham ko'tarib olib ko'ramiz. O'tdan bosib qo'yamiz. Ekranga turib qo'y. Ikkinchi ramkasini olamiz, do'stlar. Bu ikkinchi ramkasi. Yopilmagan ekan usta. Ham bir 6-7 kilo chiqadi. Pasigacha asalyapti o'zi ham. Bitta bunaqa ramkadan mana 10 ta turibdi hozir. Bitta ko'ramiz. Uchinchi ramkasi. Pasigacha asal. Bu yarmidan pasi yopilmabdi-yu. Lekin hamma yog'i asal bo'lgan. Ha, buni pasi ulug' ekan, mana tomon. Do'stlar, qolganini ko'rmaymiz. Ari talashni boshladi bizga. Mana shu yerda necha kilo asal bor deb o'ylaysizlar? Tarozing bormi? Yo'q. Shu yerda necha kilo asal bor deb o'ylaysizlar? Kommentariyada kutamiz.